Muxbirimiz Umida Qo'shoqova manzilda bo'lib, bog'chaning holatini o'rgandi va masalaga mutasaddilar e'tiborini qaratdi. Bu manzara Uchi tumanidagi 27-sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasasining guruhxonasi. Bir muddat avval beton cho'kish holatida 2 nafar xodim yerto'laga qulab jiddiy jarohat olgan. Bunday holat aslida birgina mazkur xonada kuzatilmagan. Oshxona va hamshira xonasida ham beton plitaning nurab sinishi sodir etilgan. Bu yerda hamshira lavozimida ishlab kelaman. Bu biz 2025-yil 25-dekabrgacha faoliyat ko'rsatdik. Shunda bitta joyimiz tarbiyachi, ikkita tarbiyachi tushib ketdi. Ular tibbiy jarohat oldi. Bittasini qovurg'asi sindi, bittasini yelkasi sindi. Ularni tibbiy xulosalari bilan kelishdi. Hozirda ham davolanmoqda ular. SESga murojaat qildik. SES tomonidan shu bog'chalarimizni berkitish haqida qaror chiqdi. Shundan buyon ishlamayapmiz bog'chada. Tashqi ko'rinish aldamchidir degan iborani mazkur bino misolida ham guvohi bo'ldik. Go'yoki binoidek, biroq ichki xonalar bir ahvolda. Bizga murojaat qilgan fuqarolar ham guruhxonalardagi nafaqat beton yoriqlari, balki boshqa xonalardagi sharoitlarni juda ayanchli ekanligini ifodalovchi suratlarni havola qilishgan. Aytishlaricha, 2025-yil dekabr oyining so'nggi haftasida sodir etilgan kutilmagan holatlardan so'ng muassasa noma'lum muddatga faoliyatini to'xtatgan. Men 27-bog'chada psixolog tarbiyachi bo'lib ishlayman. Bizda asosan sharoitni yaxshi qilib bersa bo'ldi. Bolalarimiz mashina xonalarimizda tushib ketgan joylarni biz ham xavotir olamiz masalan. 2 xodim tushib ketgan bo'lsa, bolalar tushib ketishdan javobgarlikdan qo'rqamiz. Bizga sharoitni yaxshi qilib bersa bo'ldi. Biz tasvirga olish jarayonlarimizda tuman hokimligi vakillari va tuman maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi rahbariyati shu yerda bo'lib, holat nazoratga olinganligini, dastlabki ishlar boshlanganligini bildirishdi. Biroq intervyu olishimizga rozilik berishmadi. Bino aslida 1979-yilda qurilgan bo'lib, shu vaqtga qadar joriy yoki kapital ta'mir qilinmagan. O'z mablag'lari va homiylik hisobidan bosqichma-bosqich ayrim xonalarda eshik, deraza, romlar almashgan. Pardozlash ishlari amalga oshirilgan. Bino kapital ta'mirga muhtoj. Muassasa xodimlari ham tuman mas'ullaridan mana shu amaliy javobni kutmoqdalar. O'ylaymizki, muammoga e'tibor qaratiladi. Umida Qo'shoqova, Zamon informatsion dasturi uchun Namangandan.